E39 qidirayotgan tanishinglarga jo'natib qo'ysanglar, mana tayyor E39. Sizlarga birinchi bo'lib vyxlopini eshittiraman. Polniy trassa qilib, stage 2 urib qo'yilgan ekan. Bitta eshitib ko'rasizlar. Qarang. Kapoto bilan krılosida petno bor. Suyagiga o'tgan o'tmagan. Suyagiga o'tmagan. Xo'p, nima navorotli qilingan? Oke, stage 2 qilingan. Aha. MBK o'yilib qo'yilgan. $500 voy mashalloh. Elektropaket polniy navorot qilingan. Salon holatlarini bitta ko'ringlar o'zingizlar. Sidenani o'ziga nech pul ketgan oka? 1000 dan oshib ketgan. 1000 dan oshib ketgan. Nech pul qilib qolgan so'fi navorotiga? 6-7 ming ketdi. Qaranglar, orqa salonlarini ham yaxshi holatda turibdi. Diskalariga nech pul ketgan oka? Diskalari ham juda ham chiroyli ekan. 1000 atrofida ketgan. 1000 atrofida ketgan. Okalar, bitta narsa, bizga podpiska bosib qo'ysanglar, sizlar hech narsa yutqizmaysizlar. Faqatgina mana shunaqa yaxshi mashinalarni ko'rsanglar bo'ladi. Narxini 13,5 millionmi? Bizning kanalga Sizlarning kanalga 12,5. 12,5 mi? 12 qo'yinglar, chiroyli bo'lsin. Bo'ladi. 12,000 qo'yamiz okalar. 13,5 ming deyotgan joylarda qani o'zingizlar bitta kommentariyaga yozib yuboringlar. Arzon yoki qimmatmi? O'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar, обязательно. Xo'p, mashinamizda normalniy summa kirib ketgan, stage 2 qilib qo'yilgan. Motori necha 3 litr, 3 litrli. Xo'p, kuzov probegi necha edi? 380 ming, motorniki 30 ming probeg. Yaqinda qilingan ekanda. Mashalloh. Okalar, bemalol telefon qilib bosib olsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.